İgilirken almışam Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Kentelik bilen adem çayı Sepişirken Facebook'ta şu öt kesil to'g'risida hali munozirlar bo'lishibdi. Men ancha yozgan bo'ldim. Shu qarindoshlarning ichidami hali ko'pkan. Shunlashqa mushto'g'riliq ozroq to'xtalay deb o'yladim. Ovoz yaxshi chiqyaptimi? Ha, rahmat qarindoshlar. Şuna mushto'g'risi savol javoblar bo'lsa so'rsanglar, men de ayni vaqtida ishlagan bo'limim shu o'tni toza kesgan bo'lishiga. Shunlashqamda men YouTube'da o to'g'rilik ishlagan, ammo böyle ko'radigan narslarimiz bakjiq, ko'rib bilmaymiz. Shunlashqa naq maydonda ozroq tushuncha beray deb o'yladim, o'zimning shu kasb bo'lganligi. Shu o'tni Hazır hem ötkisili bakisellerimi baki dostlarniki qarindoshlarning orasida qiynalıyotgan degandek. Onundaki ötni ap bo'lgandan keyin mo qiynalıyotgan kasallar baki shularga asosan hamda ancha-muncha savollarni so'rasanglar, menga kelgan savollarni men deb beray deb o'yladim. Shunlashqa boshda e'lon chiqarib chiqsam bo'pti deb o'yladim. Bir cho'ng bir odam bo'lgandiki Onda e'lon chiqarib yurgandan deb chiqqandim. Qanday savollar bo'lsa shu o't to'g'risida shunday maydonda so'rsanglar, men javob bersam deb o'yladim. Shunga ham o'zimniki hozir menga tushgan savollar to'g'risida ozroq to'xtalay deb o'yladim. Shu hamda oshqoznim og'ridi deydigan kasallarni bo'libmi, shu atrofimiz bek anglaymiz. Hatta vatanda vaqtimizda bizniki oldimizga kelgan kasallar 4-5 yil odatda shu oshqozonning dorisini yeb rahmat oshqozonning dorisini yeb yegandan ozroq ta'sir qilib psixologik jihatdan ta'sir qilganmi oshqozonning dorisini yeb ozroq yaxshi bo'lib undan keyin davomli shu oshqozonni buzib olgan kasallar degandek ko'rgan uchirgan. Demakchi shu 4-5 yildan keyin cho'ng bir tekshirib hamda ba'zi odamlar o'xshamaydi-ku, qattiq og'rigan vaqtida, bo'lmagan vaqtida tekshirish jarayonida shu 80-85% kasal shu oshqozon og'ridi deb doktorxonada amaliyotda o'tning kesili. O'tniki nima shaklda deymizmi? Bir xil Uyg'urchasini topolmay qoldim. Functioning desak bo'ladi. Ashna nervlar ta'sir qilib oshqozon og'irgandek hissiyat tuyg'u berdi. Demakchi, shun qalaymagan dori yeb oshqozonni buzib olgan degandek. Albatta bu dori degandek kimiyalik moddasi boshqa a'zolarga ta'sir qiladi. Shunlashqa bu endi shu chet elda shu o't kasallari haqiqatan ko'pga bizniki qarindoshlarning ichida. Ondan keyin bir qarindoshimiz o'tni elvatgandan keyin odamda psixolog tarafdan qanday alomatlar ko'rildi debdi o'ygan qarindoshimiz. Unimi deyman, shu o't kesilib bo'lgandan keyin birdan bir cho'ng agashmi kesili ichki surish pek ko'parak ko'rildi. Nima uchun degan chaqda bu o't suyuqligi bizning jigarimizni ajitib chiqardi. Jigar ajitib chiqargandan keyin 3dan 1 qismi o'tga quyilsa, 3dan 2 qismi 12 barmoqqa tushadi. Shunlashqa o't avatgandan keyin butunlay shu o't suyuqligi 12 barmoq uchiga tushgandan keyin bu hazm qilishimizni tezlatadi. Bo'libmi o't suyuqligimi o'sha naskara yegandan keyin shu orilishib, tez holda odamning o'xshamaydi badani, shu tez holda past tarafga haydab, shunlashqa hatto 1 yil ichib surganlarni ko'rgan. Shunaqa cho'ng doirani aytgan chog'da shunaqa agashim kesilba, ammo unchalik cho'ng ta'sir qilmaydi. Ba'zi qarindoshlar bo'ldi, hamda amal bor kaskazmaga yaxshi deydi ekan.
Albatta hamma a'zoning o'z uchish roli bor. Masalan, so'qurcha deymiz, menikinim so'qurchani kesib o'tgan, ayni vaqtda jiddiy bo'limda, jiddiy qo'zg'algan. Demakchi, o'tniki bak qo'zg'alayversimi, o't yalloq bo'ladi, undan keyin o't tosh turib qoldi. Amaliyotda tosh degan nima odatda qandoq desanglar, shu suyuqlikning qitib shunaqa holat kelib qolganida hamda uni hamda YouTube'larimda so'zlab bo'lgan, ammo hozir qarindoshlar butunlay nima deya bilan Facebook bizning oilamiz bo'lib qoldi, Uyg'urlarni o'zaro ko'rishtirgan. YouTube'ni agar tag'imda yaxshi anlayman desanglar, YouTube kanalida o't to'g'risida so'zlagan leksiyalarim bor. Shularni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bu o'tning ichidagi tosh shu o't suyuqlig'iniki davomli qitib, ketgandan keyingi ahvoli. Hamda men shu o yil shu o'tnik operatsiya qilish jarayonida eng cho'ng tosh mushtumchilik toshni ko'rgan. Mushtumchilik keladi. Bu bir tungan kasal ketisi kelgan. Bu kasal ma'lum chidabdi, oxiri shu ko'rdik u toshni shu. U vaqtida boshqa doktorlar dujurimdi. Attiganalqa kasal arlaymiz-ku. Attigan kasal arlagan vaqtida ko'rib hayron qolgandik. Men umrimda eng cho'ng ko'rgan tosh shu desak bo'ladi. Toshning cho'ng kichiligi har xil qum shaklli degandek har xil bo'ladi. Anandan keyin ras yana bir muhim ishni deb qo'yay dedim. Mushu o'tdiki tosh, börekdiki toshni tushiradigan dorilar bor deb tashviq qilgan qarindoshlar borki, börekdiki tosh haqiqatan tushish ehtimolli bor, uning cho'ng kichiligi bog'liq. Yani uning har xil usullari bor. U albatta böyle bilgandek sudik orqali sakrab har xil usullar bor. Bu o'tning doktorlari deydi qachon. Hatta o'zlari kichik taraflar chiqarib o'tganlarni men o'z og'zim angladim. Amaliyoti bundoq bo'ladi. Ammo esinglar bo'lsin, bu o'tniki men hozirgacha o'tniki ichidagi tosh chiqib tushib ketibdi deganni anglab baxmadim. Balki men anglagan bo'lish mumkin, ammo bu agarchanda shunaqa bo'lsa-mu, masalan o'tning ichidagi toshni chiqadi degandimi, mush qarindoshlarimiz yozibdi, jiddiy qo'zg'alganligini. Bu o't yo'liga kelgandan keyin o't yo'lining yallig'ini keltirib chiqardi. Undan keyin o't yo'li bilan 12 barmoq tutishdi. Ragat shaklda deb bilsanglar bo'ldi. Qanday tushuntirsam, bu sizib tushuntiray desam, ragat shaklda ma qismini 12 barmoq desak, mayoqdan o't yo'li keladi, mayoqdan oshqozon osti bezi keladi. Ma 3 burjak eng xatarlik ya. Bu 3 burjak eng xatarlik bo'lgandiki, shu ba'zi qarindoshlarning xatarlik 3 burjak desak bo'ldi. Mishada turib qoldi degan gap, 12 barmoqqa kirdigan eg'iz turib qoldi degan gap. U hamda talaga bog'liq, ba'zilarniki tushib ketadi, ba'zilarning shada turib qoladi, shunchalik og'riydi. Turib qolgandan keyin buni rentgenda ko'rib, belgilab, undan keyin burundan, eg'izdan shilang tiqib, ondan keyin oladi. Bu haqiqatan odam qiynaydi. Agarchanda shu dori ishilting deyli, boshqalar tashviq qilayotgan dorini ishiltib qolgandan keyin bay degan o't yo'lidan tushib ketsa bo'pti. Bu yerda turib qolib, oshqozon osti bez yo'liniki nimasiga to'rbisi kirib qolsa, bu nihoyat xatarli kasal. Bu oshqozon osti bezining operatsiyalariga qatnashgan ragatkining orqasi desam to'g'ri bo'lamdikin. Oshna qaraq qo'ymayman. Ragatkiniki men sizibli ko'zda qarindoshlar netisi debdi shu, ammo uni shu oshqozon osti bezini tushunmaydiganlarmi ko'pga hamda haqiqatan ko'p anglanmaydi. Xitoy desak ham o'la yishan degan shuda, yishayan, yishayanlarni anglagan bo'lishinglar mumkin. Shunga men bu rasmga usta emas, 12 barmoqni sizay o't yo'li mau eng oshqozon osti beziniki xatarlik yeri. Mani shunaqa tushuntiramda. Sizlar dars o'tib ketay. Mani ko'rsanglar tushunsizlar. Mau masalan oshqozonga kirdi, tomoq kirgandan keyin 12 barmoq uchay. Kirgandan keyin hozir eng muhim yeri mana mishada tosh turib qoldi degan gap. Bu V shaklda deb tushunsang bo'ldi, ragatkiningimiz.
mishada tashtirib qilib miya tushib ketgan qarindoshlar taliba bir hisobda, ammo shunchalik og'riydi. Bu tosh agarchanda ma tamoq yegandan keyin albatta miya tamoq yegandan keyin bu toshni ma eng muhim sezgur ham inchga yumran desak bo'ldi, oshqozon osti bezi insulin ajratib chiqaradi. Uning bir yo'li bor. Misha kirib qolsa bu hamda asosan hayotlar o'ynashgan bo'ladi. Uniki rastkam degan chog'da operatsiyalarga qatnashgan oshqozon osti beziniki operatsiyasiga. Bu qanday kasal desanglar, oshqozon osti bezini ozroq tushuntirish beray dedim. 10 kun oldirib yashayan degan operatsiya qilmaydi. Agar operatsiya qilib qolsa, 10 kasal operatsiya qildi desak 9 o'ladi. Mundaq aytgan chog'da. Shunchalik xatarli bir kasal. Bu eng asos qanday sababi degan chog'da ko'p yeyishdan, ko'p ichishdan bo'ladi. Nima uchun degani boy ko'rsatgan, oshqozonga besim bo'lsalam, bu xuddi dufu deymiz-ku, dufuga o'xshash bir a'zo. Shundoq yumran. Mushni basudu, basqanniki biz jihsak, basudu, basqanniki buniki insulin ajratib chiqarish har xil kasallar paydo bo'ladi. Demakchi bu haqiqatan xatarli kasal. Shunlashqa shu to'plarda shu o'tni tushiradigan dorilarni tashviq etgan qarindoshlar amal bor, unda qilmanglar. Doktorlarni obdan so'rab qilinglar. Undan keyin yana bir diqqat qildiringiz. Rahmat qarindoshlar. Yana bir diqqat qildiringiz, hamda bizning doktorlarning ichida ham maxfiylikni deydigan bo'ldim. Burun kesib, qo'saqni kesib oladi. Hozir taraqqiyotni teshib oladi, 3 tal teshib qo'saqning ustidan. Men dastlabda kesgan bo'limda, undan keyin tashgan bo'limda ishladim. Hamisini ishqisizlam ishlaganimda. Demakchi, ba'zi doktorlar sening o'tingni qarmaylam oladi, o teshganligida deb o'ziga bemorni akilish. Buni qog'ini desam o'zinglar tushunsizlar, ashuna deydigan doktorlarmi bor hatto. Shunlashqa amaliyot undaq emas. Keskandimi albatta o'tni butunlay ilib kasalniki oil tavoqqa berdi. Bermez bergan ayni vaqtida, tashgan vaqtida shu nimadan o'tniki bo'ynidan kesib, o'tni kesib bo'lgandan keyin o'xshash. Andan keyin bemorniki nimasiga oil tavobatiga bemorga ko'rsatib bermez qulga. Shunlashqa mush nuqtada ko'pincha o'ylar, voy bu qo'saqni tashgan chaqda ko'maylam, ishtimini ko'maylam, xatarlik, o'tni ichidagi toshni evatgan bilan o't qilib qoldi degan gaplarni anglayman. Shunlashqa hargiz undaq qalaymaqan gaplarga ishonmanglar. Bu hamda biz hamda gapga bak ishonmaymiz, quloqqa shundoq, ammo bu doktorlardan, atrofinglardagi doktorlardan obdan so'rab, rahmat qarindoshim, atrofdagi doktorlardan so'rab, undan keyin qilishinglarni umid qilaman. Hamda boya bir qarindoshimiz shu o'tdan keyingi ahvolni boya dedim, uniki agash kasali, ich surish degandek. Buniki burun hamda ko'pincha o'ylar ang'an ochig'imiz kelsa o'tim teshkatdi degan bir maqol tamsillarimiz bor. Shunlashqa hamda burun haqiqatan hamda hozirmi shu ochiq yomon odamlar oson bo'ladi ekan degan o'ylayman. Undan burunga ham taraqqiyotga ergashib o'xshamaydi sharoit degandaklarchu. Shunga burun ayollar ko'p bo'ldi ekan-ku. Ayollar bo'libmi ko'p tug'utuq ayollar degandek. Uningmi shu hormonninki tamponligi bu hammasi bilan munosabat bor. Cho'qim mushuningda bo'ladi degan birlam sabab yo'qchu. Yemak, suv hammasi bilan munosabat bor. Rahmatli otam shuni aytdi. Bu sizlar doktorxon kunda 5-6 kesatdiqda teshib oldigan vaqtda tiziladi, yarim soat 1 soat tugatdi. Bu Uyg'urlarning bu Urumchidagi haqniki o'tini ep bo'lamidinglar mushkullarda deydi. Haqiqatan ko'pdi kasalchu. Bo'lib vatanniki o'qislar böyle muhit deymiz, suv, ichimlik hammasi munosabatlik ig'ir ro'y besim. Demakchi hamda shu ochiq yomon kasallar, ochiq yomon o'ylab baqsaq shu hamda yomon ochiqligan odamlardan ko'proq bo'ldi ekan deganim o'yladim. Cho'qim mashina bo'ldi degan gap emas, ammo sabablari demakchi-ku. Shunga hamda qarindoshlarning mush nuqtalarni o'qib qolsa deb o'yladim. Boy degandek xato tashviqotni qilmanglar bo'lsa,
Muş topladımış yemeklikler doğrusudan bek anlayımız. Elbette hem de yemekliklerini ben bu bek öğrenmeyen ulanı. Ama bir adamga ta'sir qilgan, yan bir adam ta'sir qilishi natayin. Shunlashqa ko'nglimiz tatgan narsa bizga badanimizga barkat bo'ldi, shifo bo'ldi deb o'ylayman. Yani savollar bu so'rsanglar bu to'g'risida javob bersam, andan keyin bugun agar boshqa savolinglar bo'lmasa, o'z to'g'risida shunchalik so'zlay. Ammo shu agar yana qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shu meniki tan saqliq deb bassanglar, latincha bassanglar, yoki Mamatjon Qurbon deb Google qilamsizlar, YouTube qilamsizlar, hammasi chiqadi. Anan keyin bir de qo'ydig'im ras, hamda mush yaqinlarda aldirashsak, ham o'la aldirash. Unum davomli deb kelyaptimi? Bir ishlar maslahat qilmangmi kunduzda kelib turdi. Maslahatlar amal ba WhatsApp nomerimni chiqarib qo'yaptimi? WhatsApp nomerimda maslahat qilinglar deb. Nima uchun degan chaqda xat yozishga ulgurib bo'lmayman. Shunlashqa WhatsAppni davomli deb turyaptimi? Shunga qarindoshlar qanday maslahatlar bo'lsa, WhatsAppda yozamsizlar, so'zlamsizlar, amal ba ma'nali so'zlablar maslahat beray demoqchi-ku. O gapni hamda o'zaro yetkazib qo'yinglar bo'lsa. Ama şu Messenger deymiz, Instagram deymiz, hammasini xat yozadi. YouTube'ning ostiga degandek. Mana ba'zi ulgurma, ba'zi ulgurib bo'lmayman degandek. Andan keyin hamda bugungi ikkinchi nuqtam shu yapon tili. O'rganman deyotgan qarindoshlar bek ko'pga men uzun yaqqa o'ylab kelayotgan. Mening bu ma'lumchilik nimam bor, tajribalarim bor, yapondan ma'lum bo'lgan, uning ustiga tarjimonlikni qilgan degandek. Shunlashqa eng asosli grammatikal xo'sham yo'q. Shunlashqa hamda birdan-bir mening o'ylig'im ona tilni asos qilgan holda hozir chet eldagi bolalar, yoshlar bo'libmi, qiziqadiki karton, shu yaponniki karton filmlariga quloqlar qilib pishib qolgan bolalar bor ekan. Shunlashqa hamda shuni boshladim. Boshlash nimasida bosqichida planlab qilaman uni WhatsApp topida. Shunlashqa qarindoshlarniki qo'llab-quvvatlab berishini umid qilaman. Ammo hamda ham bir hisobda yaponliklarning Uyg'ur tili o'rganman deyotganlarmi bor. Demakchi hamda tag'imdimi shu hozir butunlay to'g'ri bo'lib ketgandiki ishlar. Shu hamda shu Uyg'ur tilini hamda yaponcha qiziqqandiki Uyg'urcha mundaq deydi deb ya bir sinf bilan, ikki sinf bilan asosli so'zlash ne asas qilma, anadaki cho'qim albatta uning harflari bor. Harflarini so'zlash orqali asta-asta kirishtirish deymizmi? Shu asosda qilishni planlayapman. Muvaqqatim hamda haqsiz emas deb yozdim. Ammo shunga qaraydi deb o'ylayman. Mush tansalq nimamdimi hamda ba'zilar xuddi o'tkazib qo'ygandek menga WhatsAppda ashna deydiganlar bor. Açığım kelib qoldi, ba'zi bo'ptilar, qarindoshlar bo'lgandiki deb maslahatlarni berma. Ammo uning planlarim bo'yotdi. Shuni demoqchi, bika narsaning qadri yo'q degandek, dadim so'zlab ketmay. Demoqchi, shu Uyg'ur tilini asos qilgan holda yaponcha qiziqqanlik albatta yaponchada mundaq deydi, Uyg'urchada mundaq deydi deb balki so'zlashish orqali asta-asta harflarni o'rgatib cho'qqimak burun qoida bo'yicha boshda harf o'rgatib bunday qilish men hamda boshqalarni do'rashni u yaxshi ko'rmayman rasmsam. Shunlashqa o'zimningki plani bo'yicha minib boshda paran qilish bu kichik ol bu holim yangi tug'ilgancha ashna qiladi, shuni o'xshashda hamda tabiatning qonuni deb o'ylab qoldim. Shunga boshda paran qilishni o'rganib olgandan keyin asta-asta harflarni tabiiy holda o'rganib ketadi, undan keyin qog'ini tili chiqib ketgandan keyin o'zining ishi qog'ini. Ama şu yapon tili öğrengen vaqtida biz Changchun'da öğrengen. Bularning o'qitish sifati alayda yaxshikan. Haqiqatan bizga ta'sir qildi. Mallamasi biz 30 Uyg'ur batdiq bir sinfda. 3 oyning ichida asosan bizning tilimizni chiqarib aytgandi. Nima uchun degancha hamda grammatikasi misol yaqinroq keladi, o'zimizning qiziqishimiz bor degandek. Ularning o'qitish usullari qarab hayron qolgandim. Demakchi ashna usullar bilan men bolalarni qiziqishidan tayinib Uyg'ur tilini chiqarishga
tirishman deb o'yladim hamda amal bor vaqt chiqarib haftada qancha qatim bo'ladi deganlarni ham planlayapman. Qarindoshlarim qo'llab berishini umid qilaman. Bo'ldi hamsa bugun mishinchilik so'zlay. Manglarga rahmat hamsa.